tibbiyotga, biologiyaga kiraman deb harakat qilgan. Respublikada eng katta olimlar kelib turib, katta e'tirof berib ketganlar. Olis talabamizlar mana yaxshi o'qituvchi talabalar pul topadi. Я Сафилаева Мухинисо, ученица 11 класса школы номер 37. Сегодня мы здесь, чтобы ознакомиться с новостями, обновлениями Самаркандского университета имени Шарафа Рашидова. Мы ознакомились с двумя кампусами этого университета. Первый – это аграрный институт, второй – это искусственный интеллект. Здесь очень много обновлений. Мы ознакомились, что данный университет сотрудничает с несколькими государствами и происходит обмен студентами. Мы пообщались с иностранными студентами и взяли много информации, полезных информаций. Благодаря этому я определилась, какое именно направление я интересуюсь. Hindiston milliy skeleti eng katta eksponat. Bu fil ilgari bitta Moskva sirtida yashab o'lgan o'zi. Men Isayeva Vazira 13-maktabning 11-sinf bitiruvchisi hisoblanaman. Shuningdek, bugungi ekskursiyamiz davomida biz juda ham qiziqarli mashg'ulotlarni ko'rdik. Shuningdek, eng avvalo bugungi Samarqand davlat universitetining ochiq eshiklar kunida bo'lib turganimdan juda ham xursandman. Shuningdek, mana shu ekskursiya davomida Agrobiotexnologiya universitetiga bordik. Biz mana shu universitetda turli xil o'simliklar bilan ishlash va tajribalarni, shuningdek, turli xil chet el talabalari ham shu yerda o'qib yoki bizning talabalarimiz ham chet elda o'qish imkoniyatiga ega ekanligini tushunib yetdik. Shuningdek, sun'iy intellekt fakulteti ham juda ham boy bilimlarga ega hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar, turli xil chet eldan kirib kelgan uskunalar yordamida dars berish jarayoni nafaqat o'quvchilarni turli xil bilimlarga, balki dunyoviy bilimlarni, dunyolarga, boshqa chet el davlatlarga qiziqish imkoniyatini ham berdi. Shuningdek, oxirgi bizning ekskursiyalarimizdan biri bu biologiya fakulteti hisoblanadi. Biologiya fakultetida biz biologiya fakultetining muzeyida bo'ldik. Bu muzeyda dunyomizdagi, ya'ni shu vaqtgacha bo'lgan barcha hayvonlarni tomosha qildik, ko'rdik, ularni qachon, qaysi vaqtda, qay turlari mavjudligi ekanligini turli xil ma'lumotlarga ega bo'ldik va eng avvalo o'quvchining oldidagi ishi o'ziga eng yaxshi tanlov, ya'ni eng yaxshi yo'lni tanlab olish hisoblanadi. Aynan men o'zim mana shu kun davomida o'z yo'limni topdim va o'z sohamni aniq belgilab oldim deb o'ylayman. 60-maktabning psixologi Jamolova Maysara.
bugun ochiq eshiklar kuni universitet Samarqand davlat universitetining hamma fakultetlarida ochiq eshiklar kuniga bizlar ham o'quvchilarimizni olib kelganmiz. Bu hozirgi turgan joyimiz biologiya fakulteti, Samg'uni biologiya fakulteti. Bu yerda ikkita qizim o'qigan. Birinchisi 98-yil kirib o'qib, magistraturasini 2003-yil tamomladi. Ikkinchi qizim 2007-yil shu yana genetika fakultetiga kirib, uni muvaffaqiyatli 2011-yilda tugatdi. Hozirgi paytda ular bitta kattasi 60-maktab, o'zimning maktabimda ishlayapti, biologiya o'qituvchisi, ikkinchisi 47-maktabda, u ham biologiya o'qituvchisi. Avvallari bunaqa sharoitlar yo'q edi, hozir zamonaviy jihozlangan, hamma shart-sharoitlar bor, faqat bolalar o'qishi kerak.